Assalomu alaykum. Tuzimizda charchamayapsan. Bugun bizga shef povrimizni tabaka qilib beryaptilar. Jaydari qilib tabaka qilib beryaptilar. Qanot qovuryaptilar. Mana adamlar krilishga qanot. Mana bu yog'i. Birinchi mana zakatovkani qo'yganlar. Buni smetanaga mana qanotlarni marinovka qilib qo'yib, undan keyin mana yog'da qovurib, keyin buni mana qaynatishga sariyog bilan qo'yib qo'yaptilar. Ada qara qanchada pishadi taxminan shu ketish jarayon? Mana yordamchilari. Adamlar boshchiliklarida mana kirilishga qo'yaptilar qanot. Deb qarab qo'ying bitta. Mana adam bugun obedga qanot qovuryaptilar. Bizda bu yerda qo'liga mana setkani ilvonmiz mana chiroyli qilib. Adamlar o'zlari qanot qovuryaptilar cho'tki bo'lib. Obedga. Mana o'zlari qo'llarini o'ynatib qanotlarni qovuryaptilar, marinovkalar qilib. Mana bu yo'li pishirish jarayoni ketyapti. Qovurgandan keyin yoqib soladilar. Sariyog'i. Sariyog'ni yana qovurib, sariyog'ni qaynatib, tabaka qilib beryapti, karochilik. Mana o'sha sariyog'da qovuryaptilar adamlar buni. Mana siz chiriq tushlarni ko'ryapsizlar. Mana adamlar o'zlari sariyog'da qovurib qo'yaptilar mana. Mana qovurish jarayoni qanotni. Sariyog' rosa ko'pirar ekan dedi. Bu yoqda mana tayyor bo'lgan qanotlar. Qovurimiz o'zlari mana. Biza ishlayapmiz hali ham mana masset qo'yish jarayonida biz mana. Qo'ydik jarayonni. Shu bo'ldi mana. Masset deyildi, mana bunisini endi nariyoqqa dal shilsa cho'tki bo'ladi mana. Mana masset ancha ilindi. Hozir mana bu joyda masset oppoq quyosh tushib, quyosh tushganiga ko'k oq ko'rinyapti. Ana endi ko'rindi. Mana masset ilamiz ozgina qoldi. Mana yog'iga ham ilib olsak, cho'tki bo'ladi, salqin bo'lib. Biz hashar qilamiz, lekin hashariga adamlar bizga obedga qanot qovib beryaptilar.